Sherik bo'lamiz. Go'shtli non uchun yumshoq oshirma xamir tayyorlaymiz. Xamir tayyor bo'lgach, ozgina pista yog' bilan yaxshilab ishlab olamiz va undan keyin oshirishga qo'yamiz. Tayyorlagan xamirimizdan ikkita non chiqadi. Shu sababli ikki xil qiyma tayyorladim. Birinchisi go'sht va piyoz bilan, ikkinchisi go'sht, piyoz, bolgarskiy va lozijon achig'i bilan. Bu juda ham mazali. Qiyma retseptini, mahsulotlari va grammajlari haqida batafsil ma'lumotni albatta pisanda qoldiraman. Xamirimiz oshib chiqqandan keyin xamirni ikkiga bo'lib, zuvala qilib yana 15 daqiqa dam beramiz. Zuvalalar ozgina oshib chiqqandan keyin yupqa qilib yoyib olamiz. Va kaliq sayroqlarini eritib, go'yoki somsa qatlamasi kabi xamirga surib chiqamiz. Qiymani xamir yuziga bir tekisda qilib yoyib chiqamiz va asta-sekin ehtiyotkori rulet qilib o'rab olamiz. Achchiq emas go'shtli non uchun ko'k piyozdan ham foydalansak juda ham mazali chiqadi. Nonlarimizni rulet qilib o'rab olganimizdan keyin bu ruletlarni tortib rakushka qilib o'rab olamiz va sirazi listga qo'yib salafon ostida 15 daqiqa yana tindiramiz. Nonimiz tinib chiqqandan keyin qo'limiz bilan asta-sekin 2 sm atrofida qilib yoyib chiqamiz. Nonlarimizni qizarib chiqishi uchun tuxum bilan surib olib va 220 darajada 20-25 daqiqa davomida pishiramiz.